Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim. Mana o'sha sizlar so'ragan uchburchak taktikani reglani bo'ylab fasoni chizilishi. Qo'ldan kelgancha buni chizib sizlarga ko'rsatishga harakat qildim. Buni chizayotgan vaqtimda menda yonimda odam yo'qligi tufayli chizib bo'lib endi videoga olib sizlarga tushuntirib o'taman. Bu materialimiz paplen, ko'piratuv paplen. Buni albatta yuvib, dazmollab, keyin bichishimiz kerak bo'ladi. Chunki kirishishi bor, buni biladi. Materialni xuddi shunday yuvib dazmollab oldim va mana shu ko'rinishda taxlab oldim. 45 cm bo'ldi. 45 cm. 280 cm materialimiz bor uzunligi. Boshidan oxirigacha 45 cm belgilab oldim. Va olgan joyim reglani yengimiz, kadiklarimiz pastligi va bu etek qismimizni davomlaymiz. Biz kakitkani bichishdan boshlaymiz. Kakitkamizni uzunligi 35 cm, yubka kiyimiga 9,5 cm. Bu razmer 50 dan 54-56 gacha bemalol to'g'ri keladi. Chunki reglani ko'rdik. Bo'yin ochilishi uchun albatta 8 cm doimgidek, onda ochiladi 16 cm. Mana bu 9,5 cm nuqtamiz bilan mana bu 35 cm nuqtamizni birlashtirib to'g'ri chiziq chizib, mana undan keyin o'rtasini belgilaymizda 2,5 cm buyoqqa qaratib, avvalgi chiziq chizib olamiz. Mana undan keyin mana bu burchagimizdan 45 cm burchagimizdan to'g'ri bu yergacha chizib olamiz. Mana shu yerga yaxshilab ahamiyat berishingizni so'rayman. Mana shu burchakda mana bu yergacha 13 cm o'tib, bu yoqqa qaratib 11 cm o'tamiz. 11 cm. 11 cm o'tamiz. Mana bu chiziqning o'rtasidan tushadi. Va shu yerdan mana bu yerga qaratib 2 cm o'tamiz. 2 cm o'lchagan joyimizdan bitta qismdan o'tkazib kelamiz. Bu yerda 11 cm tushgan edik. Endi mana shu yerdan boshlab bu yoqqacha 16 cm tushiramiz. Mana bu yer bilan to'g'ri kelishi kerak. 16 cm tushiramiz. Buni uzunlikda o'lchasak 27 cm bo'ladi. Keyin mana shunday ko'rinishda chizib olamiz. Biz mana bu chiziqda qirqamiz. Keyin og'zini yuqori chiqaramiz. 3-4 cm keyin og'zini chiqaramiz. Chiqarmasangiz ham bo'ladi, keyin og'zini chiqarib, o'zini chiqarib oldim. Ko'ylagimiz etek qismi qo'llangan fason, o'shaning uchun 105 cm qilib belgilab olgan. 35 cm etekga qo'ydim. Mana bu yerda orqa qurilishi oldi bilan bir xil bichiladi. Faqat mana shu yerda o'zgartiriladi, chunki bu orqali kichkina bo'ladi. Mana etek qismi qo'llangan joyga keldik. 35 bu oldiga orqasiga. Shundoq chizib olaveramiz. Chizib qo'yishni qirqib o'rtaga terib orqa oldiga qo'yamiz. Mana bu yerga esa kakitkamizni astarlik qismlari bu oldiga orqasiga. Kakitkamizni bichib olganimizdan keyin mana shu yerdan ko'chirib olamiz astarlik uchun. Mana bu albatta reklam ko'ylagimizni reklam yengil hisoblanadi. Buni mana shunday qilib bichib olamiz. Bu yerdan bu yerga qaratib 18 cm, bu yerdan bu yerga 16 cm va ularni mana shunday bo'lishga kelamiz. Keyin uzunligi 64 cm. Mana bu yerdan bu yerga 20 cm. Buni kengligi sababi bu yerga rezerv qilinadi. Bizda mana shu yer ortib qoldi. 280 cm masalamizda. Aziz kuzatuvchilar, sizlarga tushuntirib
qilayotishni